Navbatdagi darsimizda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi mavzuyimiz bu depressiya. Depressiya so'zi oxirgi vaqtlarda biz muloqotimizda juda keng ishlatiladigan so'zlar qatoriga qo'shilib qoldi. Ya'ni depressiya nima bu? Bu haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Depressiya dunyodagi har 10 ta odamdan bitta odamda demak depressiv holat kuzatiladi. Bu statistika ma'lumotlariga qaraganda. Depressiyani asosan simptomlari quyidagilardan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchisi tushkun kayfiyatni yo'qligi. Ikkinchisi aqliy faoliyatni pasayishi. Bu nima degani aqliy faoliyatni pasayishi? Ya'ni insonning fikrlash tezligi pasayishi, diqqatni jamlay olmaslik. Xuddi shu narsa demak aqliy faoliyatni pasayishi bilan tushuntiriladi. Uchinchi shikoyat bu inson jismoniy faolligi pasayishi. Ya'ni inson kam harakat bo'lib qolishi. Mana shu quyidagi depressiyani uchligi simptomi, triadasi deb ataladi. Yana bitta sharti bor. Aynan quyidagi shikoyatlar 14 kundan, ya'ni 2 haftadan oshiq kuzatilsa, keyin shu holatda depressiya tashxisi qo'yiladi. Agar 2 haftagacha kuzatilmasa bu, ya'ni 1 haftadir, 10 kundir, buni biz depressiya deb tashxis qo'ya olmaymiz. U oddiy kayfiyatni tushishi yoki aynan ma'lum bir charchoq, masalan, surunkali charchoqlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun birdan bir sharti aynan depressiya tashxisini qo'yish uchun quyidagi shikoyatlar kuzatilsa ham, lekin 2 haftadan oshiq bo'lmasa, biz depressiya tashxisini qo'ymaymiz. Agar 2 haftadan oshiq, 14 kundan oshib ketsa, bu simptomlar. Biz shunda bemalol depressiya tashxisini qo'yishimiz mumkin. Depressiyaning sabablariga murojaat qilsak, ya'ni bu neuromediator, ya'ni aynan serotonin va dopaminga demak bog'liqlik nazariyasi hozirgi kunda aktual hisoblanadi. Ya'ni serotonin va dopaminni neuromediatorlarning kamayib ketishi bilan bog'lanadi. Sabablarga ko'ra eng asosiysi bu stress, o'tkir yoki surunkali stress. Va ikkinchi sabab bu shaxsiyatga, xarakterga bog'liq. Ya'ni shaxsiyatni chegaraviy buzilishi. Quyidagi insonlarda ham demak depressiya kuzatilib boradi. Depressiyani demak turlari bor, ya'ni bosqichi bor. Ya'ni yengil, o'rta va chuqur depressiyaning bosqichlariga bo'linadi. Aynan bu darsligimizda, bu videoni demak opisaniyasida so'rovnoma qoldiramiz. Aynan sizda quyidagi shikoyatlar kuzatilsa, 2 haftadan uzoq muddatda aynan shu shikoyatlar bilan bezovta bo'lib kelayotgan bo'lsangiz, so'rovnomani to'ldiring va so'rovnomada aynan siz yig'gan ballda javoblari bo'ladi. Ya'ni yengil, o'rta va chuqur depressiya darajalari kuzatiladi. Agar sizda yengil daraja kuzatiladigan bo'lsa, yengil darajaga tavsiya. Birinchi o'rinda uyqu rejimini to'g'irlash. Uy sharoitida bemalol o'zingizga bog'liq holatda qilsa bo'ladigan ishlar. Ikkinchisi bu fizik aktivlikni oshirish, ya'ni fizik yuklamani oshirish. Ya'ni sport bilan shug'ullanish. Professional sport bilan shug'ullanishga hammada imkoniyat yo'q, lekin oddiy yurish yoki yugurish yoki suzishga borish imkoniyat boricha harakat qilsa bo'ladi. Uchinchisi to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish, vitaminga boy bo'lgan mahsulotlarni, ayniqsa vitamin B ga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish. Yana bitta tavsiya, emotsional zo'riqishdan vaqtinchalikka o'zini ehtiyot qilish. Dam olish, masalan, sanatoriy kurort davo yoki ishlab turgan, yashab turgan muhitini biroz o'zgartirish. Bu depressiyaning yengil darajasida bemalol uy sharoitida qilsa bo'ladigan, ya'ni insonning o'ziga bog'liq bo'lgan sabablardan shu hisoblanadi. Agar siz so'rovnomani to'ldirdingiz, o'rta va chuqur depressiya darajasi chiqsa, albatta bu mutaxassisga murojaat qilish kerak degani to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma psixoterapevt yoki psixiatrga murojaat qilish kerak. Va u mutaxassislar sizni holatingizga qarab, kerak bo'lsa medikamentoz, kerak bo'lsa psixoterapevtik usullardan foydalanib sizga yordam berishadi. Bugungi depressiya haqida yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shundan iborat. Navbatdagi darsimiz nevrosteniya. Nevrosteniya so'zi nimani anglatadi? Bu lotincha so'z bo'lib, nevrosteniya asab tizimini zaiflashishi, asab tizimini kuchsizlanishi.
ya'ni charchashi desak ham bo'ladi. Nevrosteniya dunyo aholisini 10%da kuzatiladi. Bu juda katta son hisoblanadi va aynan 20 va 40 yosh orasida uchraydi. Erkaklarga nisbatan ayollarda ko'p uchraydi. Aynan bu yosh, e'tibor bersanglar, 20-40 yosh insonlar eng ko'p stress oladigan yoshiga ham to'g'ri keladi. Sababi kasb egallash, oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish, aynan studentlik davri, yigitlarimizga uylanish, qizlarimizga turmushga chiqish, kasb tanlash, ya'ni va bu hayotga moslashish, hayotda o'z o'rnini topish aynan shu yoshdagi muammolar hisoblanadi. Shuning uchun ham bu yoshda asab tizimini charchashi, kuchsizlanishi kuzatiladi. Aynan qanday insonlarda uchraydi? Bu nevrosteniya holati uzoq vaqt davomida kuchli stressda yurgan insonlar uchun va dam olishni bilmaydigan insonlar. Ya'ni 24 soat ish bilan band, dam olish kunida ham ishlaydigan odamlar, yil davomida ta'til olmasdan ishlaydigan odamlar, qo'pol qilib aytganda 24 soat bo'lsa, bular 25 soat ishlaydigan odamlar hisoblanadi. Va kun tartibi bir xilda kasbga aloqador, bir xillarda esa o'ziga bog'liq holatda aynan kun tartibini noto'g'ri rejalashtirish. Bunda ko'proq tungi uyquni to'la bo'lmasligi. Ya'ni biz bilamiz, normada tungi uyqu bizga 8 soatgacha kerak. 7-8 soat holatga qarab. Aynan shu insonlarda, demak, tungi uyqu bo'lmasligini hisobiga asab tizimi juda ham tez charchab qoladi. Keyingisi xavotirli xarakterga ega bo'lgan insonlarda. Ya'ni o'zi tabiatan xavotirli xarakterga ega bo'ladi va ko'p xavotir olish hisobiga turmush tarzidan, hayot tarzi, ish faoliyatidan, qanaqadir munosabatlardan, normadan ko'proq xavotir olgani uchun asab tizimi tez charchab qoladi. Asab tizimi charchagandan keyin javob reaksiyasi sifatida taxminan miya deb qabul qilsak shu chizmani, aynan dopamin va serotonin degan gormon bor. Shu gormon miya, demak, shu gormonlarning sintezini o'zi fiziologik kamaytiradi. Ya'ni o'zini ehtiyot qilish uchun, har xil asoratlarni oldini olish uchun, bosim bo'lavergani uchun nerv sistema javob reaksiyasi sifatida dopamin, serotoninni miqdorini kamaytiradi. Bu kamaygandan keyin quyidagi shikoyatlar kelib chiqadi. Ya'ni bu jismoniy shikoyat, ruhiy va vegetativ nerv tizimiga bog'liq shikoyatlar. Jismoniy shikoyatlar bu holsizlik, quvvatsizlik, tez charchab qolish, tez asabiylashish va tanadagi og'irlik hissi. Butun tanamda og'riq bor. Bir uxlab tursam ham ketmaydi, dam olsam ham ketmaydi deb juda ko'p shikoyat qilishadi va tanadagi og'riqlar, tanadagi barcha muskullarda, demak, og'riq sezish. Bu jismoniy shikoyatlarga kiradi. Endi ruhiy shikoyatlar bor. Odam diqqatini jamlay olishdagi qiyinchilik, qiziqishlarning kamayishi. Ya'ni avval nimagadir qiziqqan inson aynan shu narsaga nisbatan qiziqishi kamayadi. Insonda sezgirlikni oshib ketishi. Ya'ni atrof muhitga nisbatan. Ya'ni sezgirlik oshishi bu har xil shovqinli joylarda yoki ko'pchilik ichiga kirishda, demak, odamda seziladigan shikoyatlar qatoriga kiradi. Ya'ni раздраженный deydi, tez asabiylashib va tez atrofdagi narsalarga reaksiya bildiradigan bo'lib qoladi odam. Va yana bitta bizning ruhiyatimizga bog'liq shikoyatlardan bittasi bu kayfiyatni tez o'zgarish. Yaxshi kayfiyatda turgan inson birdaniga kayfiyati yomon tomonga qarab o'zgaradi. Birdan kayfiyat yo'qolib qoladi. Va inson o'sha vaqtda o'zi ham tushunmay qoladi. Hozir kayfiyatim yaxshi edi, birdaniga kayfiyatim o'zgarib qoldi deb shikoyat bildirishadi. Endi vegetativ nerv tizimiga, ya'ni 3-guruh shikoyatlarimiz bu bosh aylanishi. Sababsiz bosh aylanishi. Tibbiy tekshiruvlardan o'tadi, har xil analizlarni topshiradi insonlar, hech qanday patologiya aniqlanmaydi, lekin bosh aylanishi bor. Bu ham surunkali charchoq bo'lganda, demak, shikoyatlar yuzaga keladi. Keyingi shikoyatlardan bu eng ko'p uchraydigani bu uyquning buzilishi. Ya'ni uyqu buzilishi, uxlay olmaslik yoki o'ta uyquchan bo'lib qolish.
Keyingi simptomlarimizdan esa giperventilyatsion sindrom deb aytamiz, ya'ni nafas olish qiyinlashishi. Ya'ni doktor, men yaxshi nafas ola olmayapman. Nafas olaman, ichimga tushmaydi havo yoki bir xil vaqt chiqarishim qiyin deb shikoyat bildirishadi. Va oxirgisi aynan vegetativ nerv tizimiga tegishli shikoyatlardan bu birdan qizib ketish yoki birdan sovib ketish. Ya'ni aynan tashqaridagi havo masalan yoz oylarida ham demak u insonlar sovuq qotganday bo'lib, qalinroq kiyinib yurishga harakat qilishadi. Bu vegetativ tizimining o'zgarishi termoregulyatsiyani demak izdan chiqishi bilan demak tushuntirib beriladi. Yoki ketish. Ayniqsa ayollarimizda ko'p kuzatiladi. Bu qizib ketish aynan biz bilamiz ayollarda ma'lum bir yoshdan keyin, ya'ni menopauzadan keyin klimaks jarayoni boshlanadi. Klimaksga bog'liq qizib ketish ham bor, lekin unda o'ziga xos klinika bo'ladi. Aynan nevrosteniyadagi qizib ketish bu menopauza bilan bog'liq bo'lmagan holatda kuzatiladi. Bu holatdagi insonlarga tavsiya demak quyidagicha. Bu insonlar ko'pincha demak o'zini resursini hisobga olmagan holatda demak o'zlariga demak nagruska tushirishadigan insonlar. Ya'ni o'zini kuchini hisobga olmasdan demak ish faoliyat yuritishga harakat qilishadi. O'zini energiyasidan ko'proq, bor energiyadan ko'ra ko'proq energiya sarflaydigan insonlar hisoblanishadi bular. Shuning uchun birinchi tavsiya bu ish jarayoni va dam olishni muvozanatga solish. Agar siz quyidagicha inson bo'ladigan bo'lsangiz, aynan siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi ish bu ish va dam olishni tartibga solish. Ish vaqtida ishlash, dam olish vaqtida demak dam olish kerak. Tilga chiqish. Ya'ni sanator, kurort, davo va sog'lom turmush tarziga amal qilish, sport bilan shug'ullanish, vitaminga boy bo'lgan mahsulotlardan iste'mol qilish. Sport bilan shug'ullanish biz uchun nima beradi? Bu bizdagi stress gormonlarimizni, ya'ni aynan kortizolni kamayishiga olib keladi. Va keyingi tavsiya, demak bunday insonlarimizga ko'proq aqliy mehnat bilan shug'ullanishgani uchun ish tartibini demak o'zgartirib turish va fizik yuklamaga kun tartibida amal qilish. Ya'ni aqliy mehnat qilgan inson kun tartibida uni fizik yuklama bilan demak muvozanatini tenglashtirib qo'yish va surunkali stress holatlaridan imkon qadar uzoqroq bo'lish. Agar quyidagi shikoyatlar sizni 6 oydan oshiq bezovta qiladigan bo'lsa, bunda siz albatta mutaxassisga murojaat qilishingiz va bir necha tekshiruvdan o'tishingiz va davolanishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yoqda chegara 6 oy. 6 oydan uzoq muddatda sizda shu shikoyatlar kuzatilsa, albatta mutaxassisga murojaat qiling. Bugungi nevrosteniya holatiga tegishli bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat. Siz uchun agar foydali bo'lgan bo'lsa, men ko'zlagan maqsadimga yetdim deb hisoblayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.